Ye, boqibek ham senmisan? Ye, Sobir sassiq. Ye, bormisan, jo'ra? O'zgarib ketibsan, jo'ra. O'zingni nima yengilinglar, uylandingmi? Yo'q, hali sharoiti yo'qroq, o'zingchi. Men 2 yil avval kredit oldim-da, bosib yubordim. Hozir bitta bolaman bor. He, qoyili. Qayerda yashayapsan? Yunusobodda ijarada, o'zingchi. Men o'tgan yil ipotekaga kreditga uy bosib yubordim, o'rtoq. He, qoyil. Zo'r. Ketdi bu joyda ikkovimiz o'tiraylik. Ha, yo'q, meni sharoitim yo'roq edi-da endi. Yer, men borman-ku, jo'ra. Mashina ham oldingmi? O'tgan hafta kreditga bosib yubordim, jo'ra. Alo. Qanaqa odamsiz aka? Kreditingiz to'lasangiz bo'lmaydimi? Necha kun bo'lib ketdi? Normalni gapiring, qanaqa kredit, qaysi kredit o'zi bu? Ha, mebel texnika olgansiz-ku? Ha, bo'pti, to'lab yuboraman. Bo'pti. Bu yoqqa nimaga keldik o'zi, jo'ra? Tabiat qo'yinda ovqatlanishga nima yetsin, o'rtoq? Kreditga ovqat zakaz qilgansizlarmi? Ovqat ham kreditmi? Bosib yubordim-da, o'rtoq. Mana dastlabki pulni berib yubor. Jo'ra. Hojatga chiqim kelyapti-ku, lekin oxirgi pulimni dastlabkiga berib yubordim-da. Yo'q qani? To'xta, bu ham kreditga emasmi ish qilib? Ha, yo'q, jo'ra. Agar kredit bo'lsa shart emas, men yaxshisi uyga olib ketaman. Ha, yo'q. Menga qarang. Kreditga kiyim bosh olgan ekansiz. Nimaga to'lamasdan yuribsiz? To'layman, ertaga to'lab yuboraman. Nima deganding, jo'ra? Zato kredit emas-ku, jo'ra.